Heyit günlerdeki en savaplı amel. Heyit Allah Taala Müslümanlara ata kılgan katta hoşallık bilen birlikte şükür kılış vaktidir. Heyit dinimizde buyurganlık için o ibadet. Onu biz ibadet dep tanıymiz. Heyit gündeki heyit namazını okuş, cemaatler bilen görüşüş, qoşnilarni ziyaret kılış, yetimlarning beşini silash, sadaqa fitrini berish, yo'qsullarga yordam qilish, biz ranjitib qo'ygan kishilarni kechirim so'rash, bizni ranjitib qo'ygan kishilarni kechirib o'tish, kishilarning yuziga xushalliq bag'ishlash, oila a'zolarining hammasini xushal qilish, xushalliq tantanasi qilish, mushlarning hammasi ibodat. Mushning hammasi ibodat. Endi nima uchun biz shukr qilamiz? Chunki ro'za hayit va qurbon hayit ikkisi ro'za va hajdan iborat ikki cho'ng farz ado qilingandan keyin Allah Taala ashuning tantanasi uchun xushal bo'lsin deb bizga shu ikki hayitni bizga belgilab berdi-da. Anda o'g'aniga mushu hayitda o'zimizni xushal bo'lishimiz, boshqalarni xushal qilishimiz va Alloh taologa shukr qilishimiz kerak. Endi biz ibodat qilganligimiz uchunmi shukr qilamiz degan savol kelsa, buningga her qandaq bir insonning, mayli o inson musulmon bo'lsin, kafir bo'lsin, cho'ng bo'lsin, kichik bo'lsin, o'qigan bo'lsin, o'qimagan bo'lsin, uning bir e'tiqod tashnaligi bor. Bir e'tiqod tashnaligi bor. Allah Taolani tunuganlar, Allah Taolaga e'tiqod qilish va Allah Taolaga ibodat qilish orqali mushu tashnaligini, mushu bo'shliqni to'ldirib o'zini baxtli qildi. Allah Taolani tunumaganlar kalaga, tabiat kuchlarga, yana bir narsalarga cho'qinish orqali o'zlidagi shu e'tiqod bo'shliqini to'ldirishga tirishdi. Biz musulmonlar bizga Allah Taolaniki mushu bo'shliqimizni haq bilan, haq so'z bilan, haq din bilan, to'g'ri ish bilan, to'g'ri iymon bilan to'ldirishga nasib qilganlik uchun Alloh taolaga 100 ming qatli shukr qilamiz. Endi mushu hayit kunlaridagi eng savobli, eng yaxshi amal kesal karvatlarida yetib qolganlarni ziyorat qilish. Balları yendi yo'q, yashinib qolganlarni ziyorat qilib qo'yish va ota-onasi yendi yo'q o'quvchilarni, yoshlarni, yetimlarni, shularni o'zimizning sepiga qo'shib, birga hayitlash va ularning beshini silash. Hammadan yaxshi amal hayitdagi kishilarning ko'ngliga xushallik kirgizish. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Alloh taolo eng yaxshi ko'radigan amal bir mu'minning ko'ngliga xushallik kirgizishingdir degan. Hayitda kishilarning ko'ngliga xushallik kirgizaylik va o'zimizni xushal bo'laylik, Alloh taolaga shukr qilaylik.